بسم الله الرحمن الرحيم. في قصر فرعون قصرda. كان فرعون له قصور كثيرة على شاطئ النيل. فرعونning Nil daryosining qirg'og'ida ko'p qasrlari bor edi. وكان يتنقل من قصر إلى قصر ويتنزه على شاطئ النيل. va bir qasrdan boshqa qasrga ko'chib yurar edi va Nil daryosining qirg'og'ida aylanib yurar edi. وكان يوما جالسا على شاطئ النيل يتنزه ويرى إلى النهر يجري تحت رجليه. Bir kuni aylanib, Nil daryosini qirg'og'ida aylanib va ikki oyog'ini tagidan oqaydigan daryoga qarab o'tirgan edi. وكانت معه ملكة مصر تتنزه مع الملك وترى إلى النيل يجري. va u bilan birga podshoh bilan birga aylanib yurgan va oqaydigan Nil daryosiga qarab turgan Misrning malikasi ham bor edi. وبينما يتنزهان إذ وقع بصرهما على صندوق تلعب به أمواج النيل كأنما تقبله. u ikkalasi aylanayotgan paytda to'satdan ularning ko'zi Nilni to'lqinlari u bilan o'ynashayotgan bir sandiqqa ko'zlari tushdi. u to'lqinlar كأنما تقبله go'yo mana shu sandiqni mana unaqa o'payotgandek edi. هل ترى يا سيدي ذلك الصندوق؟ ey sayyidim, ana u sandiqni ko'ryapsizmi dedim. أين الصندوق في النيل? Firavun endi aytdiki, Nilda sandiq qayerdan bo'lsin? إنما هي خشبة سقطت في النيل. u Nilga tushib ketgan bir yog'och taxtadir. لا يا سيدي إنما هو صندوق. endi ayol aytdiki, yo'q ey sayyidim, u sandiqdir. وقرب الصندوق فقال الناس نعم هذا صندوق. va sandiq yaqinlashdi va insonlar aytdiki, ha, bu sandiqdir. وأمر الملك أحد الخدم وقال إليك هذا الصندوق. va podshoh xizmatkorlarning biriga buyurdi va aytdiki, bu sandiqni ol dedi. وذهب الخادم وأخرج الصندوق. xizmatkor bordi va sandiqni chiqardi. وفتح الصندوق فإذا فيه غلام جميل يبتسم. sandiq ochildi. qarasa, unda jilmayib turgan chiroyli bola bor edi. وتحير الناس كل يأخذه ويراه. insonlar hayratga tushdi. hammasi uni olar edi va ko'rar edi. وتحير فرعون ورآه. Fir'avn ham hayratga tushdi va uni ko'rdi. قال بعض الخدم إن هذا الغلام إسرائيلي ولا بد للملك أن يذبحه. xizmatkorlarning ba'zisi aytdiki, bu bola Isroillikdir va podshoh uni so'yishligi lozimdir dedi. ورأته الملكة ودخل حبه في قلبها فضمته إلى صدرها وقبلته. malika uni ko'rdi va malikaning qalbiga Musoning muhabbati kirdi va Musoni mana shu bolani bag'riga bosdi, ila sadriha bag'riga bosdi va qabbalathu va uni o'pdi. Va shafa'at lahu 'inda al-maliki. va podshohning oldida unga shafoatchi bo'ldi, ya'ni o'ldirmagin deb iltimos qildi. Va qalat va aytdiki, qurratu aynin li va lak. men uchun va siz uchun ko'z quvonchidir. La taqtuluhu. uni o'ldirmang. Asa an yanfa'na. shoyat bizga yordam foydasi tegar. Aw nattakhidahu walada. yoki uni bola qilib olamiz. وهكذا دخل موسى بن عمران قصر فرعون وعاش على رغم فرعون وشرطته. mana bunday qilib Musa ibn Imron Fir'avnning qasriga kirdi va Fir'avn va uni askarlariga qaramasdan yashadi. ولم يهتدي الشرطة إلى هذا المولود الإسرائيلي ولهم عيون الغراب وشامة النمل. askarlar mana bu Isroillik bolaga yo'l topishmadi. vaholanki ularni qarg'ani ko'zi va chumolini hid bilish qobiliyati bor edi. وأراد الله أن يربي فرعون عدو الأطفال طفلا يذهب ملكه على يده. alloh taolo chaqaloqlarni dushmani Fir'avn uni qo'lida mulki ketadigan chaqaloqni tarbiya qilishlikni alloh taolo iroda qildi. Miskinun Fir'avnu
لقد أخطأ في شأن موسى. Bechora Fir'avn Musoni sha'nida, Musa haqida xato qildi. وقد أخطأ معه وزيره هامان وجنوده. Darhaqiqat u bilan birga vaziri Haman va uni askarlari xato qildi. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. Fir'avn xonadoni uni o'zlariga dushman va g'am tashvish bo'lishligi uchun uni olishdi. Inna fir'auna va hamana va junudahuma kanu xotiin. Albatta Fir'avn va Haman va ularning askarlari xato qiluvchilardan bo'ldi.